Maftuna, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bugun xudo xohlasa faqat cholkangizni o'zini kesamiz. Faqat cho'lkam o'zini. O'tgan safar boshqa salonga kiruvdim, yoqmadi. O'zi kalta qilib yuborishdi. O'zingizga ishonib keldim. Chiroyli qilib kesib qo'ying cho'lkamni. O'stirishingiz kerak-da. Mayli bo'ladi. Faqat Chiroyli chiroyli bo'ladi, qilib, xudo xohlasa. faqat chiroyli qilib xunuk qilmasdan kesib qo'ying. Bo'ldi, hammasi nazorat ostida, xudo xohlasa zo'r qilib beramiz. Sizga ishonaman. Hozir o'zimcha sizni sochingizni shunaqa chiroyli qilib kesib qo'ydim. Toshkentda bitta bo'lib yurasiz cholka bilan. Mana yangi uslubda o'rganganman deb qo'llarimni mana shunaqasiga ko'tarib qilishni o'rganganman hozir. Aldangan